أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود التلاوة. Sucud tilava Kur'an'daki secde ayetleri okuyan çağda yoki anlagan çağda kılıtilgan bir secdeden ibaret. Tilava secdesi deb ataymiz. Tilava secdesi yo'l qo'yilganligi Alloh taolaga to'liq bo'ysunish. Chunki o'sha oyatlarda secdega buyurgan yoki secda qilganlarni madiylagan yoki secda qilmaganlarni ayblagan oyatlar bo'lg'achqa Alloh taolaga to'liq bo'ysunishni ifodalash uchun, muhtojligimizni ifodalash uchun secda qilamiz. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashganlik jihatdan, chunki Rasulullohimiz secda qilgan shu oyat. Yana shaytonga zarba berish jihat. Çünkü bu secde tilava fazilati haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday degan: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. مسلم وابن ماجه رواية كلام. Lakin şu secde kılınsa şeytanga bir türlük zarbe olan. Biz onu düşmanımız olan iken zarbe vergen bulunuz. Qala ve huve vacibun ala't-tali ve's-sami'. Secde tilava hükmü nima desa, tilovat qiluvchi mu, anlagan kishiga mu secde qilish vacib. Albatta da fuqahalar bu secde tilava degan bir nima bor deb buni ittifoq. Lekin hükmüde ixtiloflashib qolgan. İmam Abu Hanifa ve şagirdlari vacib deb qaragan. Yani bu mazhabning qarashi shu. Jumhur ulamolar sunnat deb qaragan. Qala sallallohu alayhi vasallam: "Es-sejdatu ala man talaha, es-sejdatu ala man sami'aha." Bu nassun alal mudda'a. Lekin bu marfu hadis kelmagan. Sahabe kiramlarning so'zlari. Tekshirib kelsak sahabe kiramlarning so'zlari. Lekin sahabe kiramlarning so'zlari bo'lsa-mu, bu masalalarda marfu'ning hukmida desak bo'ldi. Chunki ular o'zligidan bunday hukmni deb etmaydi. Cho'qim Rasulullohdan olgan bo'lish kerak deymiz. Yani bu bir dalil sifatida keltirildi. Va ala vajil istidlal yani vajibning dalili nereden keldi bu hadisdan desa, va ala lil vujub. Ala degan so'z vojiblikni bildirgan so'z. Kutiba alaykumus-siyam. Inna salat kanat alal mu'minina kitaban mawquta degandek gadanga vojib bo'lganligini bildirgan harf demiş ala degan harf. Wa li anna ba'd as-sajdati amrun fayaqtadil wujub. Amda oyatdan dalil keltirishga o'tkaldi. Aslida oyatdan boshda kelishadi. Tamam? Qoida bo'yicha oyatdan sizlarni boshda uni. Lekin bu hadisda xuddi nasful mavdu bo'lg'achqa boshdan aklab buni bir taraf qilib o'tmoqchi bo'lgandek bunda oldiga tizdi. Endi oyatlarga kelsak, oyatlarning secde oyatlarining mazmuni ba'zisi buyruq ifodasi bilan kelganlari bor. Masalan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib dedi. Fasjudu lillahi wa'budu dedi. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Buyruq şeklinde kelgan oyatlar. Ve ba'duha zammun. Bazı ayetler var, secde ayetlerden. Bu ayetlarda zammun ala terkis sucud. Secde qilmadi deb bazı kavimlarni ayıplagan ayetler. Mesela وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يَخْرُجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ.
Yani şey hakka aleyhil azab diyen secde kılmaganlık için diyen mazmun var. Ve huve ma'nal vücub. Yani şu ayetlerinin türlü siğalardan şuna çıkardığın mazmun vaciblik mazmun çıkıyor dedi. Elbette üçüncü türlük ayetler var. Secde ayetlerinin içinde üçüncü türlüke secde kıyıqanlarını medilge ayetler var. Tekabburlik qilmagan, secde qilgan degan mazmunda solih zotlarni madilgan, farishtalarni madilgan oyatlar bor. Masalan, innallazina 'inda robbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يعني سورة مريم دا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا لذلك أشولانı medilede müşrilerin hemmisi vaciblikni bildirdi dedi. Ondan iken Hanefi mezhebinin delilleri hazır Kur'an-ı Kerim'den delile kelgen buldu. Athar sahabe-i kiram bunun delile kelgen buldu. Hem de yeni bir istidlal ayetlerinde geldi. Secde kılışını buyruk var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aş buyruğunu rica keltirip secde kılgan. Bundan keyin aş oyatdagi buyruqni bunda ijro qiladigan ish deb vojib deganni izohlagan holatda sajdani amaliy tatbiqlab ko'rsatib qo'ygan. Tilovat qilgan chaqda. Masalan bir oyatda fama lahum la yu'minun va idza quri'a alayhimul qur'an la yasjudun. Demak sajda qilmaganlik uchun ayblandi bular. Nima? Qilmagandan ayblangandan keyin nimani ko'rsatdi? Vojibni ko'rsatdi. Yani cumhur ve sünnet diyenler bula tayangan deliller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazıda secde kıygan yani bazıda secde kılmagan. Mesela Rava Zeyd ibn Sabit radıyallahu anhu kâle qara'tu ala nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve necmi felem yescudu fiha. Bu cumhurun delillerinin birisi. Peki Hanefi mezhepte bunun qarta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ibn Sabit radıyallahu anhu bayağı secde kılmagan bilen derhal secde kılış kerak emasdi. Ya öy kirib qilgandi, ya ko'mgan chaqda qilgandi. Bunun bir ehtimolliqi bor. Ko'mganligi Resulullahning secde qilmaganligini bildirmaydi degan. Raval Bukhari anna Umar radıyallahu anhu qara'a yawmal jumu'ati alal minbari suratan Nahl hatta idza jaa as-sajdata نزل فسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه. Bir qadam secde qilgan, bir qadam secde qilmay, vacib emas degandek mazmunda gap qilgan. Danki musahabe kiramlar to'plashgan bir so'rin bo'lg'achqa, bularning bir ijmosi bordek deb dalil ko'rsatgan bo'ladi. Lekin bu dalillarga qarasak, Hazrat Umarning secde qilmaganligini Hanefi mazhab boshqacharoq tahlil qiladi. Jumaning faoliyati bu vojib bo'lg'achqa, ataytun uni kesib turib qilmasimi bo'ldi degandek. Yoki Hazrat Umar secde oyatlarining farz bo'lganlari 4 deb qaraydi degan rivoyatlar bo'lg'achqa, mush o'qigan, mush ikkinchi qatimda secde qilmagan chog'dagi secde mazmuni kelgan oyat haliqi vojib deb qaralgan secde oyatida emas bo'lg'achqa secde qilmagan deganda tushundim. Qanday bo'lmasin, Hanefi mazhabning secde qilish vojib degan qarashi sal jalliq. Chunki oyatlarning mazmunini qarasak, shunday chiqadi. Çünkü qat'iy bo'lmagan ekan, nas bunda bo'lmagan ekan. Vasjud vaqtirib deganni namozga sajdaga olib tushunish mumkin-ku. Namoz o'qib sajda qil, erka'u vasjudu deganni shunda olibmizmi? Ya'ni cho'qim tilovat sajdasiga sajda qil deganga dal shuni xas qilib bunday qilib bo'lmaydi. Lekin secde oyatlarda secde qilmagan yoki secde oyatlar o'qilgan chaqda secde qilganlar madilash degan u xil aniq. Qala va tajibu ala tarahi. Secde oyati darhol shu hamon qilish vojib emas, sal orliq vasmi bo'ladi. Vujub alal fawr, vujub ala tarahi degan istilohlar usul fiqhda. Hamda vujub ala tarahi deganni
namozdan sirtida desak dal tushdi. Namozdan sirtida vacib alal fawr emas. Masalan, hozir tilovat qilgan oyatlar, secda oyatlari biz darhol secda qilmasaqmi, so'rindan keyin hammaga biraqlam yoki sal turib secda qilsaqmi bo'ldi degan mazmun. Namozda deb qarasa, shu namozning ichida qilish lozim. Ko'pincha ahvolda shu o'qigan chog'da darhol bir secda qilib turadigan gap. Yoki ulamolar 2 oyat, 3 oyat ya sura oyoqlashay deb qolgan bo'lsa, uni o'qitiblamandan biraqlam ruku qilib secda qilsa, secda tilovaga hisob qildi. Yani bu tatadaxal degandek gaplarni qiladilar. Undan keyin va tajibu ala tarahi, yani xarija salat. Lekin namoz ichida shu namoz ichida qilish lozim. وسواء كان التالي كافرا أو حائدا أو نفساء أو جنبا أو محدثا أو صبيا عاقلا أو امرأة أو سكرانا. أش تلاوة قيغان كشي قنداك كشي بولشيدن قطع نظر anlagan kişi secde kılıdı. Tilavet qilguvchiga qarab turadi. Lekin mush kishilar o'z tilovatini o'z secde qildi degan gap emasmi? Masalan, bir musulmon tartiba pak holatdagi kishi bir kofirning o'qig'ini anglamas. Bir kofir ya munoqashada masalan, ya sizlar munozirlashib o'tib yoki bir nimani o'qitib bir maqolda bilan shu qatori oyat secde olgan bo'lsa, buni o'qib ya radio, televizorda so'zlay oldingi kofirlar o'qigan ahvolda shuni anglagan bo'lsa, musulmon anglagandan secde qildi deydi. Heyzda da ansım şundak, nifaslardan ansım şundak, cünüptün ansımı, tarihsiz kişiden ansımı, sebidin ansımı, akıldın ansımı, sarangdan ansımı deyim. Öyle kişiden ya mescidin ansımı, anlayan kişi, tertiba, pak kişi secde kılıdı. Li'enna nassa lem yufassıl, yani bu yerdeki nas, yani delil, umumlukunu gösteriyor. Kur'an ayetleri olsun, yoki yuqorqi hadis bo'lsin, as-sajdatu ala man talaha, as-sajdatu ala man sami'aha degandek. Junub holatda o'qimaydi degan asosan shu muayyanlashdi, lekin hayzda holatda ba'zi ulamolar o'qisa bo'lganligini degan. Sabiy aql degan sal unda aqani farqligan bola. Masalan, 6 yoshdan 10 yoshga qadar masalan. Mana sabiy aql deymiz. Tabii g'ayri aql bo'lsa-mu, ashunda anglasimi masalan, 4 yoshli bola qiroat qilgan bo'lsa, anglasa o'xshash. Chunki nas lam yufassil ala man sami'aha dedi. Cho'ng odamda anglasa degan gap yo'q. Anglasa, nerda anglasa bir yerda anglasa degan gap. وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَلَا قَضَاؤُهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ التِّلَاوَةِ. Namaz vacip olmaydigan, namazın qazasını qilishi vacip olmaydigan kishilar bo'lib qolsa, secde tilova unga vacip olmaydi. Namaz vacip olmaydigan kishi, masalan, hayzdor, nifasdor, shu holatda uning namoz o'qishi vacip emas. Keyin saqalgandan keyin qazasını qilmaydi. لِأَنَّهَا مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ. Chunki secde Hanefi mezhepte ve köp ulemalar namazın bir pastek, namazın kıyas kıldığın işleri var. Yani bu namazın bir kısmında namaz vacip olmayan bu vacip olmayan. Mesela sabi ansım onun vacip olmaz. Sabi gayr mükellef, la icib aleyhi şey. Şuna ama mecnun, sarangama teklif yok. Kafirga teklif var mı yok mu? Bunun da ihtilaf var. Yani kafirinin secde kılışı vacip mi? Hanefi mezhepte lekin kafirga mı vacip olmaydı deyiş mümkün. Lekin cumhur ulemalardan bazıları kafirga namaz vacip oldu. Lekin şunun şartı olan imanla tahsil qilmoqcha, xuddi tartasa anda namaz qabul bo'lgandek hisoblasak, namaz vacip, lekin iman esa anda namaz o'qisa qabul qilindi, bo'lmasa qabul qilinmaydi. Undan keyin namaz vacip deb qarasak kafirga, kafir iman etmaganga kufrlik bir jazo, namozni tark qilganiga bir jazo, zakat bermaganligiga bir jazo, yetim miskinga tamoq bermaganligiga bir jazo, boshqa azob berganga bir jazo. Bunda jazolar hissilinib do'linib ketadigan. Chunki Qur'on Karimda "Va vaylul lil mushrikeen allazina la yu'tuna az-zakata."
Yani bir ayette قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ما نانken şu furuatqımı teklif kılınğan iman etmay furuatni joyidan qilmasa har biriga ayrim jazo belgilanadi. Şoňa Amerikada mı bazı kişilerge 350 yıllık hüküm kisidir. Nima uchun? Madem tayinga 10 yil, yani bizning qiyonga 5 yil, yani bir pulli bo'lganga 4 yil oyda hisoblab mansa, qilmish jinoyatlar jiq bo'lsa, shunda 3-4 yil bo'lib ketadi. Gerçi adam 3-4 yil yashamasmi? Lekin ba'zi qilmishlarning keyin aqlinib qolsa, lekin qilmishlarda aqlanmasa yana umr bo'yi yetadi. Lekin kafirlarning shunda ishlarni qilgan taqdirda foiz bo'lamdi, bo'lmamdi? Lekin yaxshilik qilib qolsa, masalan, kambag'allarga yordam qilib, boshqalar yaxshilik qilsa foiz bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'lish kerak, bo'lish kerak. Ama ya'mal mithqala darratin khayran yara, ama ya'mal mithqala darratin sharran yara. Yana bir tarafdan kafir altizlik yaxshilik qilib, iymon etgan taqdirda Rasululloh birisiga aslam ta'ala ma aslafta min al-khayr degan. Ash yaxshilikqa yana o'chib ketmay hisoblanadi. Agar iymon etmay endi o'tib ketgan bo'lsa, balki ana foydasi bo'lishi kerak. Ya'ni bak usullik qilgan, nurg'un jinoyat qabih ishlarni qilgan bir kafir bo'lib qolsa, insonlar yaxshilik qilib, boshqa azobi dunyoda o'tib ketgan bo'lsa, balki buning jazosida farq bo'lishi kerak. Mesela Abu Talib mo, uni sal yengillitildi-ku, yana Abu Jahl, Abu Lahab mo. Rasulullohning tug'ilgan qabrni akagan chaqda didikini azab qilyapti-ku. Shunga azroq foydasi bo'ldi. Endi foydasi bo'lishi mumkin. Lekin bu masalada usul fiqhida ahlul kuffar mukallafuna bi furu'ash shari'a degan bobda usul ulamolarining talashtirishlar bor. Mukallafuna bi furu'ash shari'a degan qarash shu jalliq chiqdi. Lekin ma'ni bu vaziyatda namoz vojib bo'lmagan kishi vojib emas dedi. Mukallafuna bi furu'ash shari'a degan ulamolar namoz vojib, lekin oldi bilan uning muqaddimasi yoki sharti bo'lgan iymonni tahsil qilgandan keyin uni qabul qildi, bo'lmasa qabul qilmaydi deb shunday dedi. Xuddi masalan, tahorat namozning sharti. Tartamay namoz o'qisa qabul qilmaydi. Lekin tartib o'qisa undan qabul qilingandak. Endi haid va nufasa buni vojib bo'lmaydi deyishmi? Salaflardan al-junub val haid la yasjudan lit-tilava deb salafning so'zlari kelgan. Ibn Abi Shayba musannafida rivoyat qilgan bu. Qala va hiya fi akhir al-a'raf. Endi Qur'on Karimdagi sajda oyatlarini bir-birlab bayon qilmoqchi. Yani secde ayetleri qancha, bular qaysilar? Yani bu vaziyatda 14. Akhir al-a'raf va ra'd va nahl va fi bani Israil va Maryam wal ula fil hajj wal furqan wal naml va alif lam mim tanzil va sad va hamim as-sajda yani fussilat demakchi. Va najm wal inshiqaq wal alaq hakaza hiya fi mushaf Usman radhiyallohu anhu. Osman radhiyallohu anhu'ningki Qur'onni 7 nusxaga ko'paytirib, boshqa Qur'onlarni hammani yig'ishtirib, shuni asos qilinglar deb 7 iqlimning poytaxtiga avatgan shu nusxa Qur'onda mushunda belgilanlik deydi. Albatta buning ichida ulamo ittifoq kelganlar va ixtiloflashganlar va masalan Sad sajdasida Imom Shafiy va Imom Ahmadlar sajda yo'q deydi. Hanifi mazhabida bor deydi. والنجم الانشقاق العلق mufassalda İmam Malik yok deydi. Ondan Sur'dagi yana bir oyatda Hanifi mazhabdagi yo'q deydi. Shafiy mazhabdagi bor deydi. Nega Hanifi mazhabda 14 oyat, Shafiy mazhabda 14 oyat. Lekin Hanifi mazhab birisining o'rniga sura Hajning 2-sajdasining o'rniga sura Sadninkini qatadi. Shafiy mazhab Sadni qiritib sura Hajda 2-o'rinda sajda bor deydi. Imom Malik 11 o'rinda bor, lekin mufassalda yo'q deydi. Mufassalda An-Najm, Al-Inshiqaq, Al-Alaq surada yo'q deydi. Imom Layth 15 oyatda bor deydi. Ya'ni Haj surasiga 2-o'rinni qatib 15 deydi. Buningda boshqa 4 yadi bor, 8 yadi bor degan har xil qarash bor, lekin mashhur qarashlar shu. Qala va sharoituha ka sharoitis salat.
secde ayetlerge secde kılıştığınki şartları namazdan şartına okşaştı. Namazdan şartlarını biz bayan kıyganız ama mesela taharet şart, tertağın buluşu lazım, kiyim keçek, beden ve urun pakiz buluş lazım, kıbligi yüzünüş lazım, öğretini ögeç lazım. Ya namaz okşaşlam. Yani bu hazır namaz kıyas kılıyoruz bunu. Peki namaz kıyas kılış aciz. Bu namaz emas. Yani bu nafla bir namaz emas. Bu secde kıldınız, bir secde kılıştı ibaret. Çünkü bunun kıyas kılışta tazı caiz çıkmadı. Onun üstüge Seyyid Bukhari'da İbn Ömer radıyallahu anh'a tertip olmuş mu secde tilavet kılıptı der kelgen. Çünkü taharet şart emas yengip çıkmam. Bunun başka tabiilarning bazı mesela Şa'bidin aslında kelgen. Ve tuqda şu çağda kılmasa, şu oturuşda kılmasa keyin qazosini qilibdi. Nima uchun bu vojib bo'lganlikdir. Bu endi shu o'rinda qilmay qolsa, lekin namozdan ishida qilmay qolsa, qazosini qachon qildi yo qilmamdi, u bir gap. Qala wa yukrahu lis-sami'i idha sajada an yarfa' ra'sahu qabla at-tali. O'qigan kishi tilovat qilib sajda qildi. Secde kılgandan keyin başka anlaganlarmı onu gayet secde kıldı ama tilovat qiluvchi beshini secden ko'tarib bo'lguncha anlagan kishi undan burun ko'tarsa bo'lmaydi. Xuddi namozda jamoat imomdan burun beshini ko'tarib olgandek aynan qiyos qilyapti. لأن التالي كالإمام. تالي مش الإمام o'xshash. ويكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافتة لئلا يشتبه الأمر على القوم. Elbette, edim bir mezhepte ve başka mezhepte mi? Cehri namaz olsun, sirri namaz olsun, secde ayeti okusu buldu. Caiz. Lakin sirri namazlarda kendiki cemaat bu imamınki ayeti secde okuganlıkını okumay bir gangaraş bulup kaldığın boğaçka Allahu Ekber dese imam secde ketken kendiki cemaat rükû verip turib bakıp keyin Alloh akbar desini sho'ldikda bir xil egizbas bo'lishi jihatdan ishida o'qigan namozlarda o'qish makruh. Farubbama raka'a ba'dhum. Ba'zilari rukuga berib qilishi mumkin. Walau qara'aha va sajadaha ishida o'qisin. Yoki imom bo'lgan taqdirdami olmaydigan jamoatim bormi? Nima? Masjidning sirtidagi mikrofon yo'q. Endi bo'lgan taqdir jamoat anglamasmi? Imom sajda qilsa, jamoatni sajda qildi. وإن لم يسمعوها حكما للمتابعة أجش واجب degan bir hukm bo'lg'achqa kama yalzamuhum sahvuhu xuddi imom bir sahvlik sodir qildi lekin bu sahvlikni keyin jamoat balki bilmadi ko'midi tuymadi balki shunama shunda bo'lsa imom sahvlik sajda qilsa keyin jamoatmi qilgan o'xshash tilovat qilib qolsa uni anglamasmi imomga aytib sajda qiladi. Imom shu qiyosda ham beshi o'g'ani turibadi tarafida keyin usul bo'ldi deb. Adoz agar mesela Qur'on o'qib sajda aytib o'zi sajda qilmasa bizdan turib qilaylik desak adoz qarab bo'lmaydi imom. Ya jamoatlar o'qigan chog'da imom sayda raka'a farka'u va idza sajda fasjudu deydi. O imam secde kılma ederek kılaydı gaşo. Hazırda kıyas kılmış namazda kişide mesela yani imamı kıyas kılma şu lafı alemler. Onda namazın sırtı adam. Bunu imam kıyas kılacaksınız. Hazır namazın sırtı adamla namazın ismiki kıyas kıldı. Kıyas kılıp lekin okuyan kişi secde vardı. Anlayan kişi mi erkek secde kıldı. Secde kılsam bunlar namazda bir ahval buldu dedi. Namazda avval bo'lgan ekan imom beshin ko'tarishdan burun bu anlagan odam ko'tarib olsa imomiga ergashmagan bo'ldi dedi. Bu vaqtda bizga shu imom masalan aşağıdan qilib secde bag'ir bo'lsa biz shu vaqtda berishimiz namozning sirti bo'lsa shu vaqtda berish kerak emas. O'quvchi shu chog'da secde qilgan bo'lsa-mu anlagan kishi keyin secde qilsa bo'ladi. Lekin namozda cho'qim ergashish lozim. Qala فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم. namozda imom tilovat qilsa, imommi, jamoatmi hammasi biroqlam secdaga boradi. Albatta, jamoat anglamagan taqdirda. Lima bayyanahu. Biz yuqorida
bayon qilgan sabab uchun hukman lil mutabaa degan gap shu. Yuqori qurda dedi-ku, hukman lil mutabaa. Muxalafa bo'lib qolmas uchun. Va in talaha al ma'mumu lam yasjudaha. Ani keyingi jamoat sajda oyatini tilovat qilib qolsa, jamoatni sajda qilmaydi, shu o'qigan jamoat imomni sajda qilmaydi. Aslida keyingi jamoatning o'qishi cheklandi. Yani mazhabda. Tamam. Yani bu oyunda dinni tushunmaydigan bir jamoat ekan deydi. Ma'mum namoz ahkamlarini bilmaydigan, yani mazhab bo'yicha masalan namoz ahkamlarini bilmaydigan bir jamoat. Undan keyin sen qiroat qilmaysan, deb tursa bu qiroat qilib qoldi. Qiroat qilganimiz sajda oyatini o'qitdi. Bunda ahvolda o'zi sajda qilmaydi, imommi sajda qilmaydi. Lima bayyana fis-sahm. Xuddi biz sajda keyindiki jamoatning birasi sahvlik sodir qilib qolsa, o'zimi sajda qilmaydi, imommi sajda qilmaydi degan shunga o'xshashlar. Va qala Muhammad yasjudunaha ba'da al-faraghi li tahaqquq as-sababi wa huwa as-sima'. Muhammad tabtan namozda jamoat sajda qilib qolsa, imom sajda qilmaydi. Muxalafa bo'ldi. Imommi sajda qilib qolsa, keyingi jamoatning tilovat qilganini qarab, bu yerda ish ta'tilab qoldi. Jamoat imomga ergashmay, imom keyingi jamoatga ergashgandek bo'lib qoldi. Undan keyin bu chaqda buning bir cheklimi bor. Namoz chaqda sajda qilmaydi, namozdan farq bo'lgandan keyin hammasi erkin bo'lib ketdi-ku. Shu chaqda undan sajda qildi. Chunki bu darhol sajda qilmasa keyin qilsa bo'ladigan ish demoqchi. Vaqat zalal ma'na. Namozga to'salg'i yo'qolgandan keyin sajda qiladi. Qulna biz deymizki, ya'ni Shayxonning javobi va mahjurun anil qiraati lima bayyana. Uningki qiroat qilish huquqi yo'q, salohiyat yo'q dedi. Bu xuddi mahjur degan, hajr degan tasarruf qilishdan cheklayotgan, tasarruf huquqini elayotgan. Masalan, nurg'un qarzga bog'lab ketgan bir kishi bo'lib qolsa, qarzdorlari pulini ololmay, nima qilsa bu bir tarafdan pulni g'azonda hajlayotgan, tomosha qilayotgan, xalqning pulini bermay, ular qarz berib, biz pulimizni olsa qoldi desa, pulni bersa, uning puli chiqmagan, lekin jiyari pullari bor. Ular buningga sen qimmatliroq, ular savdo, ya birisiga hadiya qilgan huquqi yo'q deb huquqni elaydi. Ya pulni buzib ketadigan bo'lib qolsa-mu, unda hajr qiladigan ish bor. Va mahjurun anil qiraati lima bayyana. Lekin yuqorida biz bayon qilgan mazmunga asosan qiraatul imam qiraatullahu al-imam damen degandek masalan. Ashunda mazmunga asosan u qiroat qilish salohiyati yo'q. Wala hukma li tasarruf al-mahjur. Bunda salohiyati ilib tashlangan kishilarning tasarrufining sifati bo'lmaydi. Hisob emas, inovatsiz deydi. Yo'q hisobda. بخلاف الحائض والنفساء فإنهما منهيان. أما نفسlar va ayizlar kishilar olsa, bunun qilishlarning ma'lum sifati bor. Ya'ni inovat bo'lib qilish tarafi bor edi. Nima uchun esa bularning qiraatin inovatsiz degan gap yo'q. Qiraat qilmad degan gap bor edi. Manhiyan. Va nahy yaqtadi qudra al-fal. Qilmad degan gap qilsang qila olaysan deganni bildirdi deydi. Qilsa bir ish qilgan bo'ldi, nima? Lekin qilmadi. Lekin anida qilish salohiyati yo'q degan. Val hajru la mana. Hajda salohiyat yo'q degan. Bir narsa qilsimi, qilmagan hisob bo'ldi. yoki e'tirof qilinmaydi degan. Va inma la tajibu alayhima li'adam ahliyatihima. Nima uchun haid va nufasaga sajda qilish vojib bo'lmadi desa, ularningki sajda qilishga layoq yo'q o'zgan tarixsizlikligi sabab bo'lgan. Bunda jinish kerak tahlil ekan. Qala va in sami'aha man laysa fi as-salati sajadaha. Namoz o'qiyotgan kishiningki tilovatini namozning sirtidagi birisi anglab qolsa, biz masjiddan qachdan ketib qolsa, ya masjidga mangduq yoki masjiddan qachdan ketib qoldi yoki bir namozni Qur'on o'qiyotgan qishdan o'tib ketib turib, buning qiroatini anglab qoldik. Biz namoz bo'lmasa-ku sajda qilamiz, li tahaqquq as-sababi fi haqqihi. Uning haqqida sajdaning sababi vujud chiqqan bo'ldi. Sajdaning sababi nima? As-sima' wal hajru la ya'duhum. Bu yerdagi inovatsizlik namoz o'qiyotgan jamoatdan boshqalar halqib ketmaydi deb.
namoz o'qiyotgan jamoatni to'sab qo'ydik-ku, ma'lum ahvollarda. Keyingi jamoat o'qib qolsa, u bo'ldi. Shunda chog'da shu namozni sajda qilmaysa, qilsang inovatsiz degan. Bu inovatsizlik shu namozdagi jamoat bilan shunga xos. Ulardan boshqa sirtkilarga o'tib ketmaydi deydi. Undagi sirtkilarga qarta unda to'salg'i yo'q. Qala va in sami'aha al-musalli mimman laysa ma'ahu fi as-salati sajadaha ba'da as-salat. Namoz o'qiyotgan kishi namoz o'qimagan birisidan sajda oyati anglab qolsa, namoz o'qib anglab qopti. Namozning sirtidagi bir kishidan namozdan keyin sajda qilyotdi. Li tahaqquq sabab, ya'ni sajda qilishning sababi vujud chiqqan bo'ldi. U bo'lsa-mu sajda oyatini angladi birisi. Va in sajaduha fi as-salati lam tujzihim. Lekin namozdan ichida sajda qilib qolsa, lam tujzihim, ya'ni sajda namozdan ichida qilgan sajda u kishining gardindagi sajdani saqit qilib o'tmaydi. Nima uchun? Li'annaha, ya'ni sajda sarat naqisatan lin-nahy. Namozda turib qilgan sajda bu bir xil kamtuk sajda. To'liq, ya'ni biz talabga loyiq bir sajda emas edi. Lin-nahy. Bu yerda bir cheklim bo'lganlikdan ajna kamtuk deb qaradik dedi. Bu nahy nimadan iborat? Namozga bevosita munosabatsiz bo'lgan ishlarni namozning orasiga tiqib qo'yma, qistirib qo'yma degandek bir cheklama. Lekin u narsani kirgizib qo'ysa, namozning tartibini buzutadi. Ba'zi vojiblar kechib ketishi mumkin, ba'zi rukni kechib ketadi masalan. Fala yata'adda bihal kamil. Undan keyin uning gardiniga namozda turib boshqa bir odamning namozning sirtidagi odamning qiroatini olgan chog'da gardiga bir sajda vojib bo'lgan. Shu chog'da g'alaqada qilib o'tib qolsa, namozning ichida namozning tartibini buzib qilganlikdan bu kamtuk sajda bo'lg'achqa gardiga vojib bo'lgan kamil sajda o'rnini bosolmaydi bu. Qala va la tafsudu salatuhum. Lekin ashunda hozirlam sajda qilib o'taydi, namoz turibman, sajda qilayotgan taqdirda u kishining namozi buzilib ketadi demaymiz. Namozi buzilmaydi. Garchi tartibni sal u ham bilan qilayotgan bo'lsa-mu, oraliqqa bir narsa qistirib qo'ygan bo'lsa-mu, namoz buzildi demaymiz. Li'annaha la tunafis salat. Chunki bu ish, ya'ni sajda namozga yot bir ish emas. Namozning jinsidan, ya'ni sajda bor, ikki sajda qilish bor harakatda. Ruku, sajda degandek bu namozning jinsidan bo'lgan ishlar. Namozga tava bo'lmagan bir narsa chiqdi. Lekin bu narsani keyin qarasak, namozning jinsiga o'xshaydigan ayında bir narsa. Sajda bor namozda, bu mu sajda? Namozga yot bir ish emas. Namoz buzilmaydi. Bo'lmasa savallikdan sajdani 3 qatim qilayotgandek. Li'annaha la tunafis salat va yu'idunaha lima bayyana. Lekin namozda qilgan sajdasi kamtuk o'g'achqa namozni o'qib qaytadan ravus talakkular bir sajda qilyotdi. Lima bayyana, ya'ni shu kamtuk bo'lib qolgan keyin to'liqlaydi demoqchi. Wala sahwa alayhim. Mishada vojibning orasiga biz narsa ziyoda qilib qo'ygandek bir ahvol bor-ku. Hanifi mazhabda shunda bir narsani ziyoda qilib qolsa-mu, saysa kildi degan. Niyada saysa kammaydi deb. Li'annahum ta'ammaduha. Endi kammaganligi qasdan shunda qilganlikdan bo'ldi. Men sajda tilovat qilay deb maqsad qilgan tilovat qildim. Agar bu savallikdan 3-chi bir sajda qilib o'tib qolgan bo'lsa, namozda ikki sajda o'rniga bu joyda sajda sav kirdi. Ya'da sajda tilavatni qasdan qilg'achqa sajda degan savallik qildi, qasdan kelmaydi. Qala va man talaha fi as-salati falam yasjudha fiha saqatat. Namozda tilovat qildi, lekin namozning ichida sajda qilmay namozni tugatdi. Shunda ahvolda bu sajda bo'ldi, gardindan tushib ketdi. Yani namazın sırtında kim bunu qazo qilish yo'q deb. Bo'ldi qo'ldan ketdi. Beshida taqdir dedi. Taqdir ya namazın sırtında degan gapirib tushundim. Namazın sırtida qilgan bo'lsa, shu o'rinda sajda qilmasa, keyin qazosini qildi deganman. Lekin namozdan ichida bo'lib qolsa, tajiba alal fawr degan mazmun chiqadi. Hech bo'lmasa shu namozdan ichida sajda qilish lozim degandek. Ha, birinchi rakatda tilovat sajda o'qib ucha sajda qilmasa ikkinchi rakat qilatamdi, yani qazosini qilamdi, bu bir masala. Nima uchun bunda gardindan tushib ketdi deymiz yoki bo'ldi vaqt ketdi deymiz desa, li annaha salatiyatun
وهي أقوى من الخارجية فلا تتأدى بها. Çünkü bu secde namazın içinde vacip olan secdedir. Bu sırtta kılgan secdeden küçük deydi. Yani sırtkisi xuddi naqsdak, bu kamildak, naqsilan ada tapmaydı. Ondan keyin namazın birinci rekatda tilovat to oyatni, o'sha secdening ikkinchi rekat qazosini qilamdi, qildi deyish mumkin. Yoki ma namozda secde qilmadi, keyin bir namoz o'qigan chaqda qazosini qilamdi, balkim. Chunki salatiya mana o'xshash kichik darajada secde qilgan bo'ldi deymiz. Namozning ichida qilish kerak bo'lgan secde. Sulbiyami deymiz shuni. Sulbus salat. Ha. Bunda bazı ulamalar niyet qilib qolsa, aşı hisob bo'lib ketdi deydi. Ba'zi niyet qilmasa-mu, aşı hisob bo'lib ketdi deydi g'alba. Bu masala hozir chiqdi. Ma'lumda aşı niyet qilmagan ahvolda namozga sajda mush hisob bo'lsin endi. Oyatni sajdaga ayrim bir qilib jumay hisob bo'lsin deb qolsa, hisob bo'lib qilish ehtimoli bor. Lekin ma'va unda niyet qilmagan ahvolda bo'ldi, hech qanday secde qilmagan hisob shucha bo'ldi ketdi deydi. Qala va law talaha fi as-salati in sha'a raka biha. Namozda secde oyati o'qigan chaqda xolisa shu o'qib ruku qilib, rukudan keyin secdega bordi-ku, shuni qilsa bo'laverdi deydi. Va in sha'a xolisa sajadaha thumma qama fa qara'a wa huwa afdal. Xolisa tilovat qilib secdega bir o'tib, undan keyin turib, qiroatni davomlashtirib, ondan ruku qilib, ondan davomlashtirish bo'ldi. Mushi afzal. Yurva dalika Abi Hanifa. Imom Abu Hanifadan rivoyat qilindi dedi. Shu secde oyatiga secde qilish bo'lganki, shu bo'lsa, shu sunnatga muvofiq bo'ldi. Shu sunnatda 3 qatim qilaman degan bo'lgan. Bu ikki shaklda qis bo'ldi dedi, shunami? Uchinchi bir shaklda qism bo'ldi. Qanday? Oyatni o'qidi, gaz secdega odama qo'pab, ash oyatni o'qib to'xtagan ekan bo'lganda. Shundan keyin ondan boshqa oyat o'qimish bo'ldi, ko'rib, undan keyin secdega boshqa bo'ldi. Ya, boshqa oyat o'qimaylar, o'zim bo'ldi. Qiyam turadi, secdega ya qiyam turib, undan keyin ruku bordi. To'xtagan joyiga bir kelib, undan keyin namozni davomlashtirgan. Qala li anna al-khudu'a fi as-sujudi akmalu. Chunki ma ta'lil hozir Abu Hanifaning afzal degan qarashining ta'lili. Nima uchun darhol sajda berib, undan keyin hop davomlashtirib afzal desa, chunki sajdaga berish, sajdada xushu' xuduq eng uch namoyon bo'lgan shakl bo'lg'achqa, ashi afzal. Va tata'adda bis-sajdati as-sulbiyya. Bu sajdati tilova namozning sajdasiga kirish qiladigan bor edi. Masalan biz namozga masjid kirsak, tayyatul masjid o'qimaylam shu udul jamoatga ixtido qilamizgo. Shu tayyatul masjidga shunisi kirib ketgan hisobda. Ya kirib sunnat o'qisak, tayyatul masjidga kirib ketdi degan ulamo bor. Bu tatadaxal degan ma'noda. Yoki masalan, siyam 7 Shavvol keldi nima? Anki shuning ichida dushanba kelgan bo'lsa, dushanba ro'zqonga bir savob olaymi shunda. Siyam 7 Shavvol shunga hisob bo'lsin deb bir chalmada ikki paxtaga so'qash bor. Yoki bir qazo ro'z tutib, shu dushanba kuni tutibmiz. Qazoga hisob bo'lsin, ma dushanbada ro'z tutgan fazilatga yo'lay deb qolsak, ayda ikki hisob bo'ldi deydigan qarashim bor fiqhda. Lekin ma'noda va tata'adda bis-sajdati sulbiyya. Namozning ikki sajda soati odatga. Osh sajda bilanmi ado topadi? Niyat qilsa albatta. Yuqorida ado topmaydi dedilar, nima? Chunki o'cha niyat qilmagan. Li'annaha tuwafiquha min kulli wajh. Chunki bu o'xshash sajda bo'lgan ekan, ikkisi bir sajda sifatida ado qilinib ketgan bo'ldi. Ya ko'ngilda men shu musajdini aklava sajdini so'qvatdim deb ko'ngilda endi o'ylasa shu niyatim. Duo nimasi chiqadimi? Oxirida deyli.
وينوي أداء سجدة التلاوة mana tilovat sajdasini qilma deb niyat qilish kerak. Mesela şu namazning sajdasini shuni hisoblay deb qolsa, mushu sajdan bilan namozning sajdasini ado topsin, sajda tilovini ado topsin deb niyat qiladi deb. Chunki innamal a'malu binniyat. Walau lam yanwi niyat qilmay qolsa, shu namozdagi ikki sajda yoki shuni birisi hisoblanadi sajdalarga degan masalada zakara fil navadir. Navadir degan bir kitob ismi bo'lishi mumkin. Bu navadirlar bir ko'p. Lekin navadir salat deb, ya'ni bu mazhabda navadir salat deb Abu Sulaymon degan Abu Hanifaning bir shogirdininki navadir salat deb kitob bor. Bu kitob mushu navadir salat bo'lishi mumkin. Yani bir ehtimolda zahir rivoyatda shu niyat qilsa bo'ladi deysiz, tamam? Navadirda g'ayri zahir rivoyatda, ya'ni bu mazhabdagi ikkinchi darajalik rivoyatlarda, aciz rivoyatlarda annahu la yajuz. La yajuz degan ishki hisob bo'lmaydi. Namozning sajdasi sajdalar hisob bo'lmaydi dedi. Vaqila yani bir aciz qarashda yajuzu li annahu ata bi'inil vajib. Jaiz bo'ldi chunki sajdaga buyurilgan. O'sha oyatni o'qigancha sajda qil degan bir buyruq bordi. Namozda sajda qilsin, sajda qildimi, qilmadimi? Sajda qildi. Yani o'sha oyatdan keyin sajda bormi, bormadimi? Bor. Yo'q, sajda qildimi, qilmadimi? Qildi. Bo'ldi. Walau nawaha fi ruku'i, endi bu niyatni ataytin bir sajdaga borgan bo'lsa, shucha niyat qilib sajdaga borgan bo'lsin, ammo bu anda niyat qilmay, namozda shunda, ya'ni sajda tilova qilmay, ham namozning sajdasi hisob bo'lsin deb niyat qilmay da davomlashtiribdi. Ruku qilib, ash hisob bo'lsin ya musha deb niyat qilibdi. Shu chaqda niyat qilib qolsa, qanday oldi bo'lsa, qila yajuzu. Yana aqrabu lit-tilava. Chunki bu taqasir o'qigan, o'qishib qolmagan to'g'ridan gachida niyat qilib olsa bo'ldi debdi. Va qila la, yo'q, joiz bo'lmaydi. Niyat hisob bo'lmaydi bo'cha. La degani niyat hisob bo'lmaydi. Niyat yo'q hisobda. Lekin niyat yo'q degan taqdirda nima qarashda va tanubu ana sajdati aqiba ruku. Ay namozga sulbi sajdaga niyat qilmasimi, ash hisob bo'laverdi. Chunki endi hozir amali bo'lgan ish nima? Bu sajda oyatini tilovat qilib, yarim minutdan keyin qarasak bu sajdaga bordi. Lekin sajda qildi degan bir shu buyruqni ado qilgan hisobda. Li'anna al-mujanasata baynahuma azhar. Chunki sajda tilovat bilan sajda sulbiya ikkisi jinsi o'xshash. Asas farq yo'q. Ruya dargan Abi Hanifa. Bu qarashma Imom Abu Hanifadan rivoyat qilinibdi, ya'ni g'ayri zohir rivoyatga kelgan. Qala: "Wa man karrara ayata sajdatin fi makan wahidin yakfihi sajdatun wahida." Bir o'rinda o'tirib sajda oyatini bir qancha xil takrorlab qolsa, bir sajda qilaversa kifoya. Lekin har bir qatimda darhol sajda qilaversa, bu afzal. Albatta bunda talashlar yo'q. Ondan har biri uchun shu so'rining oxirida emas. Qo'yib ketgan chaqda ash qilgan sajdalarning har biri uchun ayrim-ayrim sajda qilaversa bo'ldi. Bu demak cho'g'ini hammaga yig'ib bir sajda qilaversa, bir sajda kifoya qildi demak. Daf'an lil haraj, jafoolab qolmas uchun. Nima uchunsa, fa innal hajata da'iyatun ila at-takrar lil muallimin wal muta'allimin. Chunki mudarrislar, o'qituvchilar va o'quvchilar Qur'on o'qish va yodlash va o'qitishda sajda oyatini takrar o'qishi mumkin. Shunga ehtiyoj bor. Va fi takrar al-wujubi harajun alayhim. Ularga takrar sajda qilishi vojib deyish ularga jafoolab qoldim. وكان جبريل عليه السلام يقرأ السجدة على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمعها أصحابه ولا يسجد إلا مرة واحدة. جبريل عليه السلام وهنا الكاغن چغدا سجدة آيتini Rasulullah sallallohu alayhi vasallamga o'qibirdi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam sahobalarga o'qibirdi. Va bu yerda 2 qatim sajda qilish vojib bo'lgandek bir ahvol bordi. Lekin shuni bir qatim sajda qilib dedi. Bu yerda aniq bir hadis bir voqealikda kelmagan bo'lsa-mu, lekin istiqro qilsa shunda mazmun chiqadi demak. Lekin bu masalada sahoba kiramlardan, tabiilardan aslida bir sajda qilayotgan ahvollar bor. Masalan, Hazrat Hasan va Husayn radhiyallohu anhumaga Qur'on o'rgatgan shu bir tabiiya bir sahoba, Abdurrahman as-Sulamiymo birisi, o'tib eng oxiri bir sajda qilayotgan.
Ya ondan başka Hasan al-Basri onda tabi'ladım onda amal kelgan. Qala va idza arada sujuda kabbara va sajada thumma kabbara va rafa'a ra'sahu. Hozir bu tilovat secdesininki qanday shaklda qilinganligining bayoni. Secde qilmoqchi nima? Allohu akbar deb secdega bordi. Uni Allohu akbar deb beshini ko'tardi. Bo'ldi. I'tibaran bis salatiya qiyasan ala sajdati salat demakchi. Namozdagi secdega qiyos qilgan holatda. Va huwa al-marwi an ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mushunda kelgan. Yani bu hozir namozning sirtida secde qilmoqchi bo'lsa, Allohu akbar deb secde berib, Allohu akbar deb beshni ko'tardi. Ishga Allohu akbar deydi demakchiman. Lekin Ibn Mas'uddan kelgan sahih rivoyatda Allohu akbar degan nima yo'q. Allohu akbar degan so'z kelgan rivoyat ojiz. Undan keyin namozning sirtida Allohu akbar demasmi, secde qilibsiz bo'ldi. Allohu akbar demas secdega bas, secde qilgan bo'lamdi, bo'lmamdi, secde qilgan bo'ldi. Wala tashahhud alayhi wala salam. Un tashahhud o'tirishmi yo'q. Masalan, secdega berib bo'lib, qo'yib o'tirib, at-tahiyat o'qidish yo'q. Salom berishmi yo'q. Li'annahuma lit-tahlil. Chunki tashahhud bilan salom namozdan chiqish uchun dedi. Wala tahrimunak. Namozga kirish degan narsamiz qanday chiqish bo'ladi? Endi mushuning hammasi nima ko'rsatdi? La tashahhud alayhi wala salam wala tahrima degan bu namoz emas bu. Şu namazı qiyas qilsam bo'lmaydi. Qiyas ma'al farq deymiz. Ya bir o'tirishda. Masalan biz buni dars hozir bir o'tirish. Ya'ni qo'yib chiqsak, bu o'tirish oyoqlashgan bo'ladi. Misol 10 qatim o'qisak, takrorlab bir secde qilamiz. Jamoat bir makam. Ha. Ya arla bir tepkisi olmaydı. Bizim vücutta karımla yadanmaya ötekizdiğen, okumaya ötekizdiğen ya. Bunun kaidesi okuyumuz, secde kılımız. Atla ötekizdiğen, yadılmayı koyup koyduğu şey yok. Ya onda kız gerek emez aslında. Onu değil. Şu aslında hadislerge rivayetler yapılsa bu Kur'an boğaz bir bulundu ya mana mesela madaya dostan secde. Yok, bu bir boğan. Bu ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde kılgan orunlarda secde ayeti de buna bekliyor. İhtilafla ya rivayet şıkıl kep kalmadı. Secde ulema diyen şıkıl kep kaldı. Ya ki aşının mezmununu onda tahlil kılıp yok bu yerde ya buyuruş ya bir nima bunda bir ahval yok. Ne bir secde kılışını tilga ketken ya bir şükür kılış münasebetlik. Ini bunda buyruk yok. Bir peygamber şükür kılıp bir secde kıldı. Ve harra raki'a ve anab mesela. Bu peygamber bir şükür kılıp Allah Teala secde kıldı diyen bir nima. Bunu ya sen secde kıl diyendek bir mezmun yok. Dep kalsa secde ayet emezdi. Mezmununu qarab. Resulullah'ın secde qilgan qilmaganligi haqida rivoyat qilib. Endi shu namozga o'xshatdi ona. Namozga o'xshatishni biz namozga qiyoslash bo'lmaydi. Hatto Ibn Umar tarixsiz secde qildi degan Sahih Buxoriydan naql qildik. Ular namozga o'xshatganmisa, ikki Allohu akbar deshmanmisa ojiz bo'ldi. Ha, yuqorqi masalada sen ulamolar namozda o'qigan taqdirda bizning jutga qarinlar endi odat bor. Namozda o'qidi, oyat secdedan keyin sura tugashi 2 oyat, 3 oyat qolib qolgan bo'lsa, biroqlarni oyoqlashtirib, andin rukuga bilan secdani unda qilish bor. Ya'ni u vaqt uzrab ketmagandan keyin tutib andin o'qiylaydi. Mushunda qarashdimi? Salaflardan kelgan. Salaflardan shunda 2 oyat miqdori, 3 oyat miqdori bo'lib qolsa, mayli degan qarash kelgan. Bu bir. Endi secde ayette vacip bo'ldi nama. Secde ayetining u secdesiga secde qilmay, uni boshqa ish qilib qo'yish bo'lamdi, bo'lmaydi. Masalan, secde qilish kerak ekan, ya mashina ketib qolgandagi ular velosipedni ketib, ya yo'lda ketib qolgan odam olibdi deydi. Ya o'qibdi. Men yo'lda men ketayotganimda subhanalloh deb qo'yib, mansam secde qilgan o'rniga desam do'st, ya o'rniga desmaydi. Cho'qim men ketayotgan bo'lsangiz, to'xtab, yo'lning chetiga chiqib, secdani qilib o'tib, undan mangasiz. Ya'ni secdedan boshqa narsa buni o'rnida bosolmaydi.
Yana bir masala, namozning sirtida o'ttagan holatda bo'lsa, sajda qilish uchun atoyatni qo'pab, undan sajda berish lozimmi? Ya, o'ttagan holatda qo'pab jumaylangan sajda qilyapsa bo'ldi. Ham namozga qiyos qilish qamlashmadi degandan biz namozning shartlari shart emas edi. Degandan qiblaga yuzlashmi shart emas, tarat bo'lishmi shart emas. Qaysi taraf qarab sajda qilyapsa bo'lardi. Endi oson bu. Endi sajda tilovida duo qilish. Qanday duo qildi? Hazrat Aisha radhiyallohu anha rivoyat hadisda kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Abu Dawud rivoyat Sheyx Albani rahmatullohi alayhi sajda etgan. Ba'zi ulamolar namoz qiyos qilgan bo'lsa, namozning sajdasida subhan robbiyal a'la deydi, mush sajdada subhan robbiyal a'la deydi deb baqqan. Ya'ni ba'zi ulamolar oyatda va yakhiruna lil azqani deb madilab o'sha yaxshi ishni qilib madilanganlarga o'sha zotlar manda degan deb shunning sajdasida degan duosini naql qilgan. Ash zotdan unda duo qilgan subhana robbina in kana va'du robbina la maf'ula degan. Nolga ash zotning shunda qilgan duosini nayt ubdan ish qildi mana deb Qur'on Karim madilab akagan ekan, shunda qilsang uni qilgan bo'lmas deb mushuni avzal deydiganlar bor. Garchi qanday tasbih etsa, qanday duo qilsa bo'ldi desam, lekin avzal qaysa desa, ba'zi subhana robbiyal a'la, ba'zi subhana robbina in kana va'du robbina la maf'ula. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sujudul Qur'onda degan ashu sajada vajhi lillazi khalaqahu va shaqqa sam'ahu va basara degan ashu duo. Ondan kesel kishi yoki ular ustli kishi, garchi ba'zi salaflardan ular ustli kishi subhanalloh, Allohu akbar deb bo'lmas bo'ldi, sajda o'rniga desa degan qarash bo'lsin, biz sajda o'rniga sajdan boshqa desmaydi dedik-ku. Unda ekan kesel kishi odatda azroq emashidan ya ishorat bilan beshni azroq mudiyatish bilan namoz o'qish sajda qilish batiga nonkan uloq mingan kishi va kesal kishi ishorat bilan sajda qilsa bo'ldi. Lekin uning o'rniga subhanalloh Allohu akbar deb qo'shib bo'lmaydi. Yana bu sajda tilovini bir tarafdan namozga o'xshatdi. Namozga o'xshatgan bo'lsa, bu namoz o'qish cheklangan vaqtlarda qilmaydi. Namoz o'qish cheklangan vaqtda cheklandi deb qaradi. Shundan Hanifi mazhabda namoz o'qish cheklangan vaqtlarda sajda tilovat joiz emas. Salaflardan joiz degan qarash kelgan. Joiz emas desa, xuddi kun chiqayotgan chog'da, kun patayotgan chog'da, tiklashgan chog'larda yasjudu bayna qarnay ash-shayton deganda hadisda bo'lg'achqa, bu sajdamdi. Sajda bo'lgan ekan, tilovat sajda qilsa-mu, shayton muzni qilib turgan ekan, bu xuddi shayton sajda qilayotgandek bo'lib qilish, shu illat bu shunga o'xshash deganga. Biz qayon qilsa bo'ldi dedik. Unda olgan o'sha mazhabning namozga o'xshatib turib, yoki illat o'xshash deb kun chiqayotgan, patayotgan chog'larda sajda qilishga bo'lmaydi degan narsa yana ishlaydi bu. Chunki kun chiqayotgan chog'da biz cho'qim quyosh taraf qarab sajda qilmaymiz. Qibla cho'qim quyosh tarafda emas. Zaman quyosh matarafdan chiqsa, qibla mataraf bo'lishi mumkin. Bu xuddi sajda qilayotgan tarafga o'tadi shayton. Mu'min undan turdi degandek. Qibla quyosh chiqayotgan tarafda bo'lsa, quyoshni muvzning orasida turgandek turishi mumkin. Quyosh neri bo'lsa, neri bo'lgan ekan, miyada masalan bundan qilib tursa, bizning ishga alqanning orasiga chiqqandek bo'ldi-ku. Shaytonning muvzi sajda qilgandek bo'ldi, sajda qilmaslik haqida saytga. Shunga buni da ulamo ittifoq. Ya'ni namoz o'qish cheklangan vaqtlar 3 vaqtga ittifoq. Kun chiqayotgan, petayotgan va tiklashgancha. Müşahit bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.